Xo'p. Hujjat bosqichida ular asosan sizni hujjatlaringiz, ya'ni diplom baholari, universitetga kirganingiz, qaysi universitetga kirdingiz, yo'nalishingizni, el yurt umidini topshirgan yo'nalishingizga mosligini ko'rib chiqadi va yozgan motivatsion xat o'shalarni tahlil qilib, bu bosqichdan o'tganlarni ro'yxatini tuzib chiqishadi va o'sha ro'yxat ichidan keyin agar o'tganlar bo'ladigan bo'lsa, siz test bosqichiga chaqirilasiz. Test bosqichi esa 30 ta testdan iborat bo'ladi. Bakalavriatga 15 ta IQ va 15 ta tahliliy fikrlash bo'yicha bo'lsa, magistratura uchun 15 ta tahliliy fikrlash va 15 ta ilmiy metodologiyalar bo'yicha testlar bo'ladi. Umumiy hisobda 30 ta. Buni hammasi odatda bino belgilanadi va o'sha binoga kelasiz va kompyuterda testlarni yechib, o'sha kunning o'zida ballni bilib ketasiz. Va testni o'zidan o'tish balli shakllantiriladi. Ya'ni bakalavriat uchun alohida, magistratura uchun alohida hamma natijalar yig'iladi va raqobatga qarab bitta o'tish balli shakllantiriladi. Misol uchun, agar bakalavriatda raqobat juda ham kuchli bo'lsa, 1000 ta yoki 2000 ta nomzodlar testda qatnashib, 2000 tadan 1,5 mingtasi maksimal 60 ball bo'ladigan bo'lsa, agar 40 dan yuqori oladigan bo'lsa, demak, shunga yarasha o'tish balli ham yuqori bo'ladi. Chunki bu yerda asosiy maqsad filtr qilish deydi-yu, misol uchun, odamlarni kamaytirish. Endi bunda ham aniq bilib bo'lmaydi. Misol uchun, har yili o'tish balli qancha bo'ladi? Bu odatda o'sha raqobatdan kelib chiqadi. Misol uchun, oxirgi yili bakalavriat uchun 60 ball bo'ladigan bo'lsa, maksimal 40 ball bo'ldi, проходной ball. Magistratura uchun 22 ball bo'ldi. Chunki ko'pchilik da ballar почти bir xil edi va pastroq bo'lgani uchun o'tish balli ham pastroq bo'ldi. Xo'p, testda demak shu saralanadi. Testdan saralanishgandan keyin oxirgi etap suhbat bosqichi bo'ladi. Demak, har bir etapda odamlar уже kamayib boradi. Oxirgi tanlovda 4000 ta nomzod ariza topshirgan ekan. Testga adashmasam yarimi o'tdi yoki 1000 ga yaqin o'tdi menimcha. Yarimi ham emas ekan. Va suhbat bosqichiga umumiy 400 yoki 500 atrofida nomzod yetib boradi va shundan уже 61 ball kamida yig'ish kerak. Kamida siz raqobatga kirishingiz uchun. Va u yog'iga 61 dan oshirsangiz, har bir yo'nalishga alohida kvota ajratiladi. Misol uchun, agar siz iqtisodiyot yo'nalishiga topshirgan bo'lsangiz va iqtisodiyot yo'nalishiga 3 dona joy ajratishgan. Demak, ular eng yuqori 3 ta ball olgan nomzodni tanlab olishadi. Va shu bilan hamma yo'nalishlardan xuddi shu tartibda tanlab olib, yakuniy g'oliblar ro'yxati chiqadi. Demak, bu qisqacha o'sha el yurt umidini saralash jarayoni. Endi hozir veb-saytini sizlarga ko'rsataman. Veb-saytiga kirsangiz, ya'ni Google ga el yurt umidi hujjat topshirish deb yozsangiz, veb-sayti chiqib keladi. Hammaga Google ko'rindimi? Hozir Google'ni ochganim ekranda. Kommentariyaga yozib yuborsanglar. Xo'p, hujjat topshirish deb yozamiz va bizda el-yurt umidi admission chiqadi. Veb-saytga kirsak,
Mana shu oyna kelib chiqadi bizda. Elurt Umidi o'zini rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida, ya'ni Telegram va aynan veb-saytini o'zida ham e'lon qiladi. Misol uchun, mana shu 2025-yilni birinchi tanlovi ochilishi kutilmoqda va agar o'sha ochilsa, ular e'lon qilishadi. 2025-yil birinchi ochiq tanlovi ochildi va sizga mana shu muddatgacha hujjat topshirishingiz mumkin deb e'lon qilishadi va siz nima qilasiz o'sha paytda? Mana shu joyga kelasiz, Elurt Umidini ofitsialniy, ya'ni rasmiy veb-saytiga kirasiz va mana bu yerdan ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Ro'yxatdan o'tganingizda o'sha bosasiz va sizda bu narsa kelib chiqadi. Ya'ni mana ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Hujjat topshirish qismida ro'yxatdan o'tish bosasiz. Boyagi veb-saytda ko'rsatganimdek. Undan keyin esa sizdan sirazu hujjat topshirish jarayonining o'zida, birinchi jarayon bosqichning o'zida yo'nalishni so'raydi. Ya'ni qaysi yo'nalishga topshirmoqchisiz deydi. Kanalimda yozib hammasini batafsil tushuntirib berdim. 4 ta ustuvor yo'nalish bor. 4 ta asosiy katta yo'nalish bor edi. Davlat va jamiyat boshqaruvi bor edi. Qonun ustuvorligi, ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiyot sohalari bo'yicha 4 ta asosiy keng yo'nalish bor. Sizdan shuni qaysi biriga topshirasan deb so'raydi. Siz mana bu tugmani bosib tanlaysiz qaysi biriga topshirishingizni. Xo'p, endi buni farqini tushuntirib beraman. Bakalavriat uchun buni farqi yo'q. Ya'ni bakalavriatga topshirmoqchi bo'lganlar, maktabni endi bitirgan va maktabdan keyin bakalavriatda o'qishni xohlaganlar, mana shu 4 tasining ichidan xohlaganlarga topshirsa bo'ladi. Endi uni qanaqa ajratamiz desangiz, mana shu veb-saytning ichida yoki Elurt Umidini kanalining ichida bir qidirib ko'rsanglar, har bir yo'nalishni ichiga biriktirilgan korxonalar bo'ladi, davlat tashkilotlari bo'ladi. Misol uchun davlat va jamiyat boshqaruvida adashmasam vazirliklar kiradi, vazirliklarning organlari kiradi, hududdagi filiallari kiradi. Qonun ustuvorligi misol uchun Adliya vazirligi va o'sha boshqa sud tizimidagi tashkilot kiradi. Ta'lim, sog'liq saqlashga Oliy ta'lim vazirligi, universitetlar va iqtisodiyot sohalariga banklar, bankni filiallari va shunga o'xshash boshqa tashkilotlar kiradi. O'shalarning ichini ko'rib chiqing. Misol uchun bakalavriatdagilarga maslahatim, qaysi joyda siz ishlamoqchisiz yoki oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz, o'sha o'qib kelmoqchi bo'lgan sohangiz qaysi tashkilotga ko'proq yaxshi tushadi. Mana shunga qarab, mana shu 4 ta sohadan bittasini tanlab topshirsangiz bo'ladi. Magistraturaga keladigan bo'lsak va doktoranturaga ham xuddi shu narsa. Agar sizda bakalavriatni bitirganingizdan keyin 2 yillik rasmiy ish tajribangiz bo'lsa, ya'ni diplom olingan muddatdan keyin bakalavriat paytidagi rasmiy ish tajriba hisoblanmaydi. Faqatgina diplom olingan kundan keyingi muddatdan boshlab hisoblanadigan 2 yillik rasmiy ish staji hisobga olinadi. Agar sizda o'sha rasmiy ish staji bo'lsa, siz ham xuddi bakalavriatga o'xshab xohlagan 4 ta yo'nalishdan mosini o'zingiz topshira olasiz. PhD ga ham xuddi shunaqa. Faqat buni bir aniqlashtirish kerak. PhD ga magistraturadan keyin ham tajriba bo'lishi kerak, adashmasam. Ya'ni magistraturani bitirganingizdan keyin ham xuddi shu tartibda 2 yillik ish tajribangiz bo'lishi kerak. Agar bu o'zgarmagan bo'lsa, buni siz Elurt Umidini rasmiy veb-saytida yoki Elurt Umidini o'sha konsultatsiya beradigan xodimlari bor. Xohlasangiz telefon qilib, xohlasangiz ofislarga borib bilishingiz mumkin. O'shalar orqali aniqlashtirib olishingiz mumkin. Doktoranturaga topshirmoqchi bo'lganlar. Magistraturaga bu aniq. Rasmiy ish staji kerak. Agar sizda rasmiy ish stajingiz bo'lmasa, endigina bakalavriatni bitirgan bo'lsangiz, sizda faqatgina bitta yo'l qoladi. U ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy soha tarmoqlari shu yo'nalishiga topshira olasiz. Va bunga topshirishingiz uchun ham sizda O'zbekistonda davlat universitetini rektoridan siz haqingizda tavsiyanoma kerak. Ya'ni o'sha davlat universiteti rektori siz haqingizda haqiqatan sizni tavsiya qilib, Elurt Umidini orqali universitetda o'qib kelib qaytganingizdan keyin sizga 3 yil davomida o'sha universitetda ish bilan ta'minlashlarini va'da beradigan bir xat kerak. Agar o'sha xatni olsangiz, siz ham magistraturada tajribasiz mana shu ta'lim yo'nalishiga topshirsangiz bo'ladi. Mana shu hozir batafsil tushuntirib berdim.
Menimcha qolgan joyi qiyin emas. Chunki juda ham ko'p shu savol menga berildi. Xo'p, endi hozir bilib oldik, to'rttadan nimaga asoslanib tanlaymiz. Endi har biriga, mana misol uchun siz davlatni tanladingiz yoki qonunni tanladingiz, mana shu hujjat topshirish joyi uni tanlaganingizdan keyin uni ichida yana sohasi bor. Men kanalda yozganman, tushuntirib berib, ya'ni ustuvor mutaxassislik bo'ladi. Mana bu ustuvor mutaxassislik, uni ichida bilim sohasi bor va bilim sohasining ichida ta'lim sohasi bor. Demak, siz hozir endi bilim sohasini tanlashingiz kerak. Mana bilim va ta'lim sohasini tanlashingiz kerak. Nima qilasiz? Birinchi navbatda siz bakalavrmisiz, magistraturaga topshirasizmi, doktoranturagami? O'shani bittasini tanlaysiz. Keyin shu bilim sohani aniqlaysiz. Bilim sohasi ham men kanalga tashlagan faylda bor. Qaysi fayl desangiz, ustuvor mutaxassislik 2023 degan faylda bor. Mana o'sha hozir o'zim ko'rsataman. Mana bu faylda hammasi. Misol uchun, mana bu ta'lim, san'at, tillar, buni hammasi 4 ta ustuvor mutaxassislik ichida bor. Qaytariladi. Menga savol berishdi, nimaga? Misol uchun, bular hamma 4 ta ustuvorning ichida bor. Chunki bunga javob har bir davlat tashkilotida mana shu sohalarda ish bo'lishi mumkin-da. Misol uchun, Adliya vazirligida ham iqtisodiyot bo'yicha ishlashsa bo'ladi. Yoki iqtisodiyot vazirligida huquqshunos bo'lib ishlashsa bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, mana bu bilim sohalari hamma ustuvor yo'nalish ichiga kiradi. Demak, siz nima qilasiz? Birinchi o'sha 4 ta ustuvor tanlaganingizdan keyin ichiga bilim sohasini tanlaysiz. Yana bitta ko'p savol bo'ldi. Mana shu faylni o'zini tushunishmagan. Misol uchun ta'lim bo'lsa, mana bu narsalar nima deb menga savol berishdi. Bu sizni chetga kirgan o'sha yo'nalishingiz. Misol uchun siz tasavvur qiling, nima yo'nalish tanladingiz. Iqtisodiyot bo'yicha siz kirdingiz. Endi men ko'p iqtisodiyotni misol keltiraman, chunki o'zim iqtisodiyot bilan topshirganman. Iqtisodiyot yo'nalishini topshirgan bo'lsangiz va ta'lim yo'nalishiga ketmoqchi bo'lsangiz, menga o'xshab. Siz ta'limni ustuvor yo'nalish qilib olasiz va iqtisodiyot yo'nalishi mana shuning ichida qaysi biriga tushar ekan tekshirib chiqasiz. Misol uchun ta'limning ichida iqtisodiyot bormi? Yo'q. San'atda yo'q, tillarda yo'q. Qayerda bor? Qidiramiz. Qidirib chiqsangiz, ijtimoiy va xulq atvorga mansub fanlar degan joyda iqtisodiyot chiqib keldi. Shunga o'xshab siz ham o'zingizning sohangizni topasiz. Topganingizdan keyin mana shu ko'kda yozilganini o'sha joydan tanlab hujjat topshirishingiz jarayonini davom ettirasiz. Bo'ldi, shu bilan mana bu tarafda hujjat topshirishni tanlab bo'lgan bo'lasiz, yo'nalishingizni. Keyingi ishingiz, siz o'sha ro'yxatdan o'tib bo'lasiz va hujjatlar yuklashga o'tasiz. Hujjatlar yuklanishi o'sha kanalda berilgan ro'yxat, o'sha ro'yxatdagi hujjatlarni tayyorlab qo'yasiz va har birini mana bu joyga hujjat yuklash qismiga bosib, har birini birinma-ketin yuklab chiqasiz. Hammasini. Misol uchun bizga nima kerak? Jamg'arma ijrochi direktori nomiga ariza. Uni odatda har yili Elurtumida o'sha tanlovni e'lon qiladimi, srazu namunasini ham tashab qo'yadi. O'sha namunani olasiz va o'shani xohlasangiz elektron tarzda, xohlasangiz qo'lda yozib, skaner qilib yuklab qo'yasiz. Pasportingizni, ish joyi. Bu yerda o'sha boyagi gap, staji bo'yicha, staji borlar MyGovdan stajini yuklaydi, staji yo'q, magistraturaga topshirmoqchi bo'lganlar rektordan olgan tavsiyanomasini aynan shu joyga yuklab qo'yadi. Universitet bitirgan bakalavr diplomini shu yerga yuklashadi, maktabdagilar ham transkriptini yuklaydi. Diplom ilovasi baholar qismini yuklashadi va keyingisi, agar sizda o'sha universitetga kirganingiz, acceptance letterlarni ham shu yerga yuklaysiz. Hammasini yuklaysiz. Birinchi asosiysini yuklaysiz va undan keyin undan tashqari yana boshqa joyga kirgan bo'lsangiz, ularni ham yuklaysiz. Va undan tashqari yana bir ikkita hujjatlar bor. Asosiysi bu motivatsion xat va agar maqola yozgan bo'lsangiz, maqolaga joy tashlab ketishgan, agar maqolangiz bo'lmasa, u majburiy emas.
uni ham yozib qo'yish kerak. Shu bilan bu qism tugaydi. Hujjatlaringizni yuborasiz. Mana bu statusingiz yuborildi bo'ladi. Hammasini yuklasangiz, yuklaganingizdan keyin ular ko'rib chiqadi. Va agar sizda hammasi to'g'ri bo'lsa, yo'nalishingizni to'g'ri tanlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, inshoingizni yaxshi yozgan bo'lsangiz, ular sizni ikkinchi etap testga qo'shishadi. Ya'ni ro'yxatiga qo'shishadi, nomzodlar ro'yxatiga va sizni chaqirishadi. Testga o'tsangiz agar, test bakalavriat uchun mana IQ tahliliy fikrlash 15 tadan, magistratura uchun tahliliy fikrlash, ilmiy metodologik 15 tadan. Doktoranturaga ham xuddi shunaqa. PhD ga topshirmoqchi bo'lganlarda ham xuddi shunaqa. Tahliliy fikrlash 15 ta, ilmiy metodologiya 15 ta. Savollari bir xil magistratura bilan. Shuning uchun doktoranturaga topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa agar, magistraturani bir xil ko'raverasizlar. Bu oddiy, misol uchun IQ yoki tahliliy fikrlashdagi misol. Mana shu savol tushdi menga. Imminda bu tushmagan. Shunga o'xshab ketadigan jismlar, raqamlar tushadi. Shuning uchun men oddiy bironta bir IQ ga oid misolni oldim va o'shani eshitishlar kerak. Savollarning darajasiga keladigan bo'lsak, savollar juda ham qiyin emas, lekin juda ham oson emas. Ya'ni agar juda ham diqqatli bo'lib ishlamasangiz, vaqtni nazorat qilmasangiz, ulgurmay qolishingiz mumkin 15 daqiqada. Bu misol keladigan bo'lsak, bu qanaqa? Bu yerda diqqatli bo'lish kerak. Chunki qarab tursangiz agar mana bu shakl ichidagi raqamni topishimiz kerak. Buni esa topishimiz uchun nimaga e'tibor berishimiz kerak? Qolgan shakllardagi taraflarning soni bilan ichidagi songa e'tibor beramiz. 136, taraflarning soni esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 136 ni 8 ga bo'lsak, javob 17 bo'ladi. Xo'p, endi 85 ga qaraymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ichidagi son 85. 85 ni 5 ga bo'lsak, unda ham 17 chiqdi. Demak, uje nimadirni topdik. Nimadir uje svязка deydi-yu, bog'laydigan narsa. Demak, menda hozir nima xayol keldi? 17 ni sonlarni taraflarni soniga ko'paytiramiz. Lekin uni birdan qilmayman, va bu shaklni ham tekshirib ko'raman. 68 1 2 3 4. 17 ni 4 ga ko'paytirsam 68 bo'ldi. Demak, men ishonch hosil qildim. Taraflar sonini 17 ga ko'paytiramiz. Shunda 1 2 3 4 5 6. 6 ni 17 ga ko'paytirsak 102 bo'ladi. Demak, javob 102. Mana shunaqa darajadagi IQ savollar bo'ladi. Bu o'rta darajada degan bo'lardi. Bundan ham osonlari bo'lib qolishi mumkin, bundan qiyini ham bo'ladi. Keyingisi, mana bunga o'xshagan savol bo'lishi mumkin. Keyin bu yerda savollar ingliz tilida, u yerda o'zbek tilida bo'ladi. Prosta internetda ingliz tilida savollar bor ekan, shunga ularni tanlab oldim. Xo'p, mana so'rashgan. Ya'ni keyingi ikkita raqam qaysi bo'ladi? Keyingi ikkita raqam qaysi bo'ladi? Savol berishgan. Uni ham o'ylab ko'rasiz. Endi ilmiy tadqiqotga boramiz. Xo'p, bu test keladigan bo'lsak IQ ga menda reja bor. Buni kitobini ham tashlaymiz va har kuni harakat qilaman misolni tashlab borishga kanalga. Ya'ni o'z ustingizda ishlagani, agar kitobning ichidan bironta bir savollar bo'lsa, o'sha kanal orqali javobini topishga yordam bo'lish uchun shu har kuni savollarni tashlab boramiz. Endi metodologiyaga o'tamiz. Bu magistratura PhD ga topshirmoqchi bo'lganim, bu narsaga e'tibor berish kerak. Ya'ni mana shu yo'nalish mavzular bo'yicha test bo'ladi. Bu o'zgarishi mumkin. Men endi oxirgi yilnikini hozir ko'rsatdim. Buni fayli bo'ladi, o'sha veb-saytning o'zida. Uni ham tashlab qo'yaman. Agar esimdan chiqib ketsa mabodo eslatib yuborasizlar. Elur Tumidi yangi tanlovni e'lon qilganida mana bu faylni yana tashlaydi, yangilab. Ichida mana bu narsalar o'zgarmagan bo'lishi mumkin, o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun sizlar o'sha paytda sirazu tekshirish esingizdan chiqmasin. Aynan nima mavzular bo'yicha bizda test bo'ladi. Bu yerda batafsil yozilgan. Misol uchun testga har biriga 2 ball beradi, umumiy 60 ball.
turlari, misol uchun 7 ta oson, 16 ta o'rta darajadagi testlar hammasi o'sha fayl ichida beriladi. Va bu yerda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, ya'ni test tuzish jarayonida qaysi kitoblardan foydalanilgan, qaysi kitoblardan ko'chirilgan emas savollar. O'xshab ketadi, shu ma'noda shu ro'yxatdan beriladi, o'sha faylni tagida orqasida. O'shandan ham foydalansanglar bo'ladi. Endi suhbat jarayoniga o'tamiz. Suhbat jarayoni, ya'ni tasavvur qiling, siz hozir testdan tugatdingiz, testdan o'tdingiz va siz 3-etapga chaqirildingiz. 3-etap suhbat jarayoni bo'ladi va suhbatda siz o'sha Prezident akademiyasida, ya'ni Davlat boshqaruvi akademiyasida bir qancha jurilar bo'ladi, ya'ni panel komissiyasi bo'ladi. Va ular sizni o'sha yo'nalishingiz bo'yicha, maqsadlaringiz bo'yicha, O'zbekistonga qaytib kelib o'sha yo'nalishingizda olgan bilimingizni qay darajada qo'llaysiz, mana shular bo'yicha baholashadi. U birinchi xonada va unga 67 ball berishadi maksimal. Ikkinchi xonada esa ma'naviyat xonasi deyiladi. O'zbekiston haqida savol berish mumkin, tarixidan. Undan tashqari O'zbekiston bo'yicha nima ma'naviy bilimingiz bor, o'shalarni o'zlarini bileti bor. O'shaning ichidan savollar berishadi va o'sha fayl ichida mana bunga o'xshagan mavzular ro'yxati berilgan. Misol uchun O'zbekiston davlatchiligi tarixi. Mana shunaqa mavzular berib ketilgan. Demak, shularning ichidan tushib qolishi mumkin. Biron bir savol. Va undan tashqari mana bunaqa biletlar ham beriladi. Misol uchun savol. Mustaqil O'zbekiston davlat ramzlari haqida so'zlab bering. Keyin imminni shu savol berilmaydi. Bu sizga yordam berilishi uchun yozilgan. Xuddi bir g'oya bo'lish kerak, ideya bo'lish kerak. Nima haqida mendan so'rash mumkin ma'naviyat xonasida. Shuning uchun men shularga tayyorlanib chiqishingizni maslahat bergan bo'ladim. Bu ham o'sha fayl ichida bor. Va hozirdan o'sha vaqt sizda ayni vaqti sekin tayyorlanishni boshlashga, chunki ko'rib turganingizdek, bularning hammasi ancha vaqt oladi va agar siz universitetga kirib bo'lgan bo'lsangiz, o'sha boshlasangiz bo'ladi tayyorlanish. Xo'p, bu suhbatda o'sha boya aytganim suhbat bosqichi ikkita xonada bo'ladi. Birinchi xonada aytib o'tganimdek sohangiz bo'yicha sizga savol berishadi va unga 67 ball berishadi. Hozir ko'rsangiz, mana aynan 3 ta stolbikka bo'lingan. Har birida javobingizga qarab qancha ball berishi batafsil tushuntirib berilgan. Misol uchun birinchisida agar javobingiz juda ham qoniqarsiz bo'lsa, juda ham bir bilimingizni ko'rsatib bera olmasangiz borligini yoki o'sha bilimingizni ko'rsatgan bo'lsangiz ham qaytib kelib buni nimaga ishlatishingizni aytib bera olmasangiz, juda ham yomon bo'lsa javobingiz 30% berish mumkin. Ya'ni 20 ballgacha beradi maksimum. Agar o'rtacha javob bersangiz 40 ballgacha beradi o'sha birinchi xona o'zida. Agar zo'r javob bersangiz hammasiga 41 dan 67 gacha beradi. Bu birinchi xona. 67 ball maksimum. Ikkinchi xonada esa xo'p, yana shuni aytishim kerak, ya'ni o'sha birinchi xona o'zida ikkita qismga bo'linadi. Birinchisi o'sha aytganimdek O'zbekistonda qo'llash, olgan bilimingizni qaytib kelib, ikkinchi qismi esa o'sha bilimingiz. Til sohasiga ketasizmi, iqtisodiyot sohasiga ketasizmi, siyosatga yo'nalishga ketasizmi? Birinchi navbatda o'sha chetda nimani o'rganmoqchisiz, uni qaytib kelib qanaqasiga qo'llaysiz, shuni tushuntirib berishingiz kerak. Ikkinchisi o'sha bo'yicha bilimingizni ko'rsatib berasiz. Mana shu sodda tilda tushuntirsam shunaqa bo'ladi. Batafsil o'qib chiqsanglar bo'ladi. Va ikkinchi xonada bu o'sha ma'naviyat bo'yicha 33 ball beriladi maksimum. Unda ham mana misol uchun o'sha batafsil yozib berishgan. Shu orqali bila olsangiz bo'ladi. Bu qisqacha. Demak, o'sha sekin yakunlaydigan bo'lsak, bugungi prezentatsiyamni nima bo'ldi? El-yurt umidida hujjat topshirish yana bir marta eslatib o'tdim. Yo'nalishlarni ko'rsatib berdim. Ya'ni ichidagi sohalar qanaqa tanlanadi.
va ustuvor yo'nalishga qanaqa uni biriktirish kerak. Hozir bizda ikkita narsa qoldi. Kanalga tashlaganman mana bu narsani. Kontraktingiz, ya'ni universitetga uni el yurtimizda to'lab berish mumkin bo'lgan maksimal summalar ro'yxati. Shuni ham bir tekshirib chiqing va shunga qarab universitetingizni asosiysini tanlang. Hujjat topshirishda siz bitta asosiy universitetni qo'yishingiz kerak. Acceptance letter'ini va o'sha asosiy universitetingiz mana shu shkaladan oshib ketmasligi kerak. Agar oshib ketsa, sizni yiqitish mumkin. Chunki siz hujjatlaringiz javob bermagan bo'ladi nizomga. Va essay bo'yicha ham tavsiyalar bor el yurtimizning veb-saytining o'zida. Misol uchun nimaga qarab o'sha motivatsion xatni yozishimiz kerak. Shu fayllarning hammasini tashlab qo'yaman. Xo'p, endi men savol bo'lsa agar sizlarda biz hozir vaqt bor ekan 10 daqiqa ichida savol javob qilamiz. Agar savollar bo'lsa, agar bo'lmasa tugatamiz. Shuning uchun savollarni kommentga yozsanglar yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, demak savollar yo'q menimcha, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Savolni aytishdiki, hozir essay yozmasdan intervyuga, suhbatga tayyorlanib turib, el yurtimizda ochilganda insho yozishni maslahat berasizmi deb berilgan va inshoda va suhbatda nima sizni ajratib turdi degan savol berildi. Xo'p, bunga hozir batafsil javob bersam, xo'p, siz hozir suhbatga ham, testga ham hozir o'zi tayyorlanishingiz kerak. Siz majbursiz, chunki ma'lumot juda ham ko'p va siz ulgurmay qolasiz agar el yurtimizda ochilgan paytida ularga tayyorlanishni boshlasangiz. Shuning uchun siz hozir suhbatga ham, testga ham bugun o'zida tayyorlanishni boshlang. Inshoga keladigan bo'lsak, insho hozir yozmasangiz ham hech bo'lmasa strukturasini o'ylab qo'yishingiz kerak. Struktura o'ylashingiz kerak deganimda nimani nazarda tutaman? Maqsadingizni aniq qilishingiz kerak-da. Ya'ni siz u yerda o'sha boyagi suhbatni mezonlarini ko'rsatdim-ku, o'shalarga javobingiz uchun tayyor bo'lish kerak. O'shanda o'zingizga ham oson bo'ladi suhbat jarayoniga yetib borganingizda javob berishingizga. Misol uchun har doim aytganman, maqsadingiz bo'lish kerak-ku, maqsadingizni ko'rsatishingiz kerak, bitta muammoni ko'rsatishingiz kerak. O'sha muammoga yechimingizni ko'rsatishingiz kerak. Shuning uchun hech bo'lmasa muammoni toping, sohangiz bo'yicha. O'sha muammoga bermoqchi bo'lgan yechimingizni tayyorlab qo'yib, ularni kuchli argumentini o'ylab yurishingiz kerak. Va el yurtimizda ochilganda uni chiroyli insho qilib yozib bersangiz bo'ladi. Menimcha mana shunaqa qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Va nima bu javobimni o'zi ham aynan ikkinchi savolingizga javob bo'ladi. Nima ajratib turdi? Menda shu narsa bor edi. Ya'ni soham bo'yicha aniq bitta muammoni aytdim. Unga yechimini ham juda kuchli tarzda argument berdim. Yechim berdim. Va o'shani faqatgina suhbat jarayonida eslatganim yo'q. Uni men boshidan eslatganman. Inshoni o'zida uni ko'rsatganman. Suhbat jarayonida o'sha bo'yicha savol tushgan, xuddi shu tarzda men yana javob berganman va o'shanga oid boshqa savollarni ham bilimim tarafdan, ham amaldagi ishlarim bilan ko'rsatib berganman. Va meni fikrimcha mana shu narsa meni ajratgan qolganlarning ichidan va shuning uchun meni tanlab olishgan. Xo'p, keyingi savol, o'sha universitetni chetda boshlaganlar ham qatnashsa bo'ladimi? Bo'ladi, qatnashsa.
faqat bitta tarafi bor. Misol uchun siz hozir birinchi kursda o'qisangiz, chet elda el yurt umidi topshirasiz. El yurt umidini yutsangiz, el yurt umidi sizni qolgan muddatdagi rasxodlaringizni to'lab beradi. Agar siz bitta semestr o'qib qo'ygan bo'lsangiz, bitta semestr yashagan pulingizni to'lab bermaydi. Qachonki el yurt umidi bilan qilingan kontrakt o'sha imzolangan kunidan boshlab keyingi rasxodlar to'lab beriladi. Lekin umumiy qiladigan bo'lsak, el yurt umidiga topshirsangiz bo'ladi. Ha, keyingi savolimiz magistraturaga bakalavriatni bitirib topshirmoqchi bo'lganlarida diplom so'raladi va agar diplomim kechikib ketsa, men ulgurmasligim mumkin deb savol berishibdi hozir el yurt umidiga. Ha, agar shunaqa bo'lsa, siz afsuski topshira olmaysiz. El yurt umidi yopiladi va siz diplomingiz olganingizdan keyin keyingi tanlovda topshirasiz. Lekin bitta narsa bor. El yurt umidi hozir katta ehtimol bilan mart yoki aprelda ochilishi mumkin. Nimaga bunaqa deb o'ylaymiz? Chunki el yurt umidi bundan oldingi tanlovi orasida vaqt bor edi. Misol uchun oxirgi javobi oktyabrda chiqqan bo'lsa, el yurt umidi uchun yetarlicha vaqt bor. Mart aprelda misol uchun tanlov o'tkazishga. Shuning uchun agar mabodo mart aprelda ochiladigan bo'lsa, siz hech qanaqasiga ulgurmaysiz, chunki sizning diplomingiz yozda chiqadi. Bu degani siz ikkinchi tanlovda topshirasiz. Bu odatda yilning oxirida bo'ladi. Agar mabodo el yurt umidi yozda ochiladigan bo'lsa, sizda imkoniyat bo'lishi mumkin, diplomingizni olib ulgurasiz va el yurt umidini topshirasiz. Nima bo'lgan vaziyatda ham sizda baribir imkoniyat bo'ladi el yurt umidini keyingi ochilishiga topshirishga. Shuning uchun xavotir olmasangiz bo'ladi bunda. Xo'p, shu bilan boshqa savollar yo'q ekan. Hammaga rahmat. Endi agar oramizda hozir kimdirda o'sha universitetga kirib bo'lgan bo'lsa, acceptance letterni olgan bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, hamma hujjatlar tayyor bo'lsa, el yurt umidiga o'sha tayyorlanishni boshlaymiz. Hammaga omad.